Surxondaryoda sportning motokross turi bo'yicha O'zbekiston chempionati va birinchiligi musobaqasining birinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Bellashuv Jarqo'rg'on tumanining Qizilmozor so'qmoqlari trassasida o'tkazildi. 2 kun davomida tashkil etilgan musobaqa tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. 2 kun mobaynida tashkil etilgan motopoyganing birinchi kunida 7 yoshdan yuqori bo'lgan sportchilar 65, 85, 125 sm kub hajmdagi mototsikllarda g'oliblik sari intildilar. Mazkur musobaqada mamlakatimizning Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri hamda viloyatlardan tashrif buyurgan 130 nafar sportchilar ishtirok etishdi. Malakali hakamlar jamoasi ishtirokchilarning ko'rsatilgan trassalardan o'tishlarini baholab bordilar. Motopoyganing ikkinchi kunida 18 yoshdan yuqori bo'lgan yoshlar 350, 500 hamda 750 sm kub hajmdagi mototsikllarda o'z mahoratlarini namoyish etishdi. Musobaqani tashkil etishdan maqsad sportning texnik va amaliy turlarini, ayniqsa motosport turini yoshlar o'rtasida ommalashtirish, ushbu sport turi bilan qiziquvchilar sonini ko'paytirishdan iborat. Bu sport turi sportchilar nafaqat chaqqonlik, depchilik talab qiladi, undan tashqari texnikani boshqarish mahorati, zukkolik, tez fursatda kerakli qarorlarni qabul qilish, xavfli burilishlar, do'ngliklardan balandlikka sakrash mashqlarini mukammal amalga oshirgan sportchi birinchi o'rin sohibi hisoblanadi. Aytish kerakki, 10 ming nafardan ortiq tomoshabinlar sportchilarning marra sari intilishlarini olqishlar ostida kuzatib turdilar. Motokross bo'yicha mavsum ishtirokchilarini aniqlash va ushbu sport turiga qiziquvchilar sonini oshirish, uning ommaviyligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar O'zbekiston chempionati va birinchiligi musobaqasida o'z aksini topmoqda. Birinchilik bellashuvida umumjamoa hisobida birinchi o'rinni Navoiy viloyati jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi o'rin Sirdaryo viloyati vakillariga nasib etdi. Uchinchi o'ringa Buxoro viloyati motosportchilari loyiq deb topildi. Chempionat musobaqalarida esa Toshkent viloyati jamoasi birinchi o'rin, Toshkent shahri vakillari ikkinchi o'rin, Buxoro viloyati sportchilari uchinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Musobaqa yakunida g'olib bo'lgan jamoa va sportchilarga O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti markaziy kengashining diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Eslatib o'tamiz, musobaqaning navbatdagi bosqichi Navoiy viloyatida bo'lib o'tadi.